Oziq zanjiri 16-savol. Erkak va urg'och quyonlarning birgalikda og'irligi 960 gramm. Erkak urg'ochisidan 2 marta kam degan. Demak, ikkalasi 960, erkak urg'ochisi 2 marta kam. Bir qism bu ikki qismda 2 marta kam degan qo'shsak 3 bo'ladi. 960 gramm bo'lganimiz 3 qism bo'lsa, 1 ni to'plasak 320. 1 erkakga tegishli edi, 2 qism to'plasak 640 bu urg'ochisiga tegishli edi. Demak, haqiqatan ham 2 marta ko'p bo'ldi manaki. Urg'ochilar soni 160 ta degan. Erkagi bilan urg'ochisining nisbati 2 ga 5 degan. 160 ta urg'ochisi bo'lsa, 64 ta erkagi bilan ko'paytirib tursak. Demak, erkagining og'irligi 300 gramm, 320 gramm edi. 64 ta bo'lsa, bitta erkak quyonning massasi 5 kilogramm bo'lyapti. 640 bo'lsa kilogramm. Bittasi bu yerda nechta urg'ochi bor edi? 160 ta bor edi. 160 ga bo'lsak, bitta urg'ochi quyonning massasi 4 kilogramm bo'lyapti. Bu yerda bo'ri 3 ta erkak va 5 ta urg'ochini yegan. Demak, erkagi 5 kilogramm 3 tani yegan 15 kilogramm, urg'ochisi 4 kilogramm 5 tani yegan, 20 tekasi 35 bo'lyapti. Xo'sh, quyon 35 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, bo'ri 3,5 kilogrammga ortgan bo'lyapti. Fermer xo'jaligida tuxum go'sht yunashasotga Zogorskiy go'sht yunashasotga Kornvel kiradi. Ikkalasining og'irligi 750 kilogramm. Ikkalasi 200 ta bo'lib teng bo'lsin degan. Demak, ikkalasi 200 ta teng, 100 ta 100 tadan tegsa, biz Zogorskiy bilan Kornvel 750 kilogramm deganmiz. Kornvel go'sht yunashasot Zogorskiydan 50 kilogramm ortiq. 750 dan 50 tayyorsak 700 qoladi. Ikkalasiga teng taqsimlasak 350 bo'lishi kerak. 50 kilogramm ko'p deganligi uchun Kornvelga qo'shsak, u 400 kilogrammga ayirib ko'rsak 50 kilogrammga ko'p deyapmiz. Endi bizda aytilgan soni berildi, mana kilogramm berildi. Sonni topdik. Endi har bittasini topib olamiz. Zogorskiy jami 350 kilogramm edi. Bu yerda 100 ta bo'lsa, har bitta tog'imiz 3,5 kilogramm bo'lyapti. Kornvel go'sht yunashasotimiz 400 kilogramm edi. 100 ta bo'lsa, 100 ga bo'lsak 4 kilogramm bittasining og'irligi. Bo'ri bu yerda 15 ta tuxum go'sht yunashdagi, ya'ni Zogorskiy 3,5 ko'paytirsa 52,5, 12 ta go'sht yunashdagi 4 ko'paytirsa 48 deganda 100,5. Bu masalada bizga bu keragi yo'q. Bu tomonlar ham keragi yo'q. Demak, Kornvel 450, ya'ni masala sharti 450 kilogrammga yetish uchun deyapti. O'zi 400 kilogramm edi, qancha tonni edi? 50 kilogramm semirish kerak ekan. 50 bo'lsa 500 kilogramm don degan javob A variant bo'ladi. 18-variant 3-marta qaytib kelishi. Bizda mayda baliqning massasini toping degan ekan. 33,750. Bunga D javob bo'ladi. Bunga A javob, bunga D javob. 19 o'simlik quyon turkida iborat oziq zanjirida o'simlik 100 tonna bo'lsa, quyon 10 tonna bo'ladi. Turkun yesa 1 tonnaga semiradi. 1 tonnamiz esa 1000 kilogramm bo'lsa, 1000 ga ko'paytirsak 1000 kilogramm bo'ladi. Bitta turkimiz 10 kilogramm bo'lsa, nechta turki bor degan. Bu yerda 1000 kilogramm turki bor, 10 ga bo'lsak 100 ta turki bo'ladi. Javob A variant bo'ladi.